Sizlarga hozirgi paytda zo'r maslahat berib ketaman. Agar sizlar borib ishlayotgan joylarga klient abo yopishtirib berayotgan bo'lsa, bitta narsani ogohlantirib o'tib ketinglar. Men aytayotgan mavzu stik temasi, ya'ni ko'ryapsizlar mana stik ustiga ham chiqib qolmagan. Guli ham kelgan, bir-biriga taqalib yaxshi vaziyatda turibdi, lekin sal stiki bilinyapti. Hozirgi paytda ko'p aboylarni shunaqa stiki bilinyapti. Endi o'zim bilgan sababi haqida gapiraman. Hozirgi paytda minimalizm, high-tech, neoklassika, modern bunaqa uslublar hammasi kraska bilan, emulsiya bilan ishlanyapti. Bu demoqchi bo'lganim, hozirgi paytda trenddan aboy chiqib ketyapti. Buni tan olishimiz kerak. Shu narsa tasavvur qilaylik, 3-4 yil oldin aboy narxi hozir ham bir xil, oshmayapti aboy narxi. Sabab talab kam bo'lgani uchun shunaqa ishlayapti. Men o'ylayman, zavod uje ekonom qilishni boshlayapti, narx oshmayotgani uchun. U oladigan narsalar baribir oshadi, qog'oz oshadi, boshqa predmetlar bo'ladi, oshadigan, lekin aboy narxi oshmayapti. O'shanga qanaqadir zavodda har bitta aboy nomiga brak chiqyapti, ya'ni ozgina stiki bilinyapti. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, ishga tushdinglarmi, aboy qilish kerakmi, klientga aytinglar mana shu narsani. Nomiga stiklari bilinyapti. Ko'p joyda men aytayapman, hozir mana shu joylar ham 4 ta xona bo'lsa, nomiga stiki bilinyapti, lekin bilardinglar, oldin yopishtirsak, daji o'zimiz stik topa olmay qolardik. Lekin hozirgi paytda aboy stiklari nomiga bilinyapti. Shu klientlarga yetib ketishni sizlarga tavsiya qilaman. Keyin klient ish bitgandan keyin hech narsa demaydi.